Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, efirimiz mehmonlari. Bir akamizdan savol tushibdi. Gemoroy vositalari rosa ko'p reklama qilinyapti, shunga maslahat berishingiz deb. Ko'p ko'ryapmiz, yangi o'qib chiqqanlar, ya'ni tajribasi yo'q odamlar ham rosa ko'p maslahat beryapti. O'qidi degani bu bildi degani emas, o'qib chiqdi xolos. Lekin uni tushunishi kerak, tajriba kerak ko'p yilga. Shunday bo'lar ekan, ko'pchilik og'rig'ini qoldirsa bo'ldi. Ya'ni bosh og'riyapti, analgin ichdingiz, boshingiz og'rig'i qoldi, bu tuzaldi degani emas. O'shani ular tuzaldi deb o'ylayapti. Bu yanglish. Demak, kasallikni alomatini yo'qotish kerak emas, kasallikni kelib chiqqan ildizidan tortib butunlay davolash kerak. Ko'p ko'ryapmiz, yo bo'lmasam tashqaridan zo'r samarali vosita keldi deyapti. Biznikichi degani odam yo'q. Demak, bizniki bor. Biz shu kungacha bizni ajdodlarimiz yozgan kitoblarda Yevropa va butun dunyo qo'llab kelyapti. Faqat uni teran tushunishlik kerak xolos. Xo'p, qalqon degan vosita ishlab chiqarganmiz. Shu bo'ladigan bo'lsa mana ko'p tarmoqli barcha organizmga ketadigan narsa, ya'ni qalqonsimon bezga ta'sir qiladi va jigarga ta'sir qiladi. Bu o'z navbatida 12 organda hammasiga mana shu javob beradi. O'shuning uchun ko'pchilik deb yurishini sababi shu. Demak, gemoroy bo'ladimi, kasallar yotib qoladi, yotoq yara bo'ladimi, barchasiga shu kompress qilib qo'yiladi. Ichiladi ham. Buni qo'shimcha vositasi ham bor. Mana ko'rsataman. Demak, buni qo'shimcha vositasi ham bor, birgalikda iste'mol qilinadi. U gripp bo'ladimi, yengil yo'tal bo'ladimi, balg'amni ko'chishi, ko'zni xiraligi, ko'p narsaga ketadigan vosita. Telegramga yozsalaring batafsil yana ham sharhlab beramiz. Undan tashqari saharga dori chiqdi, quvvatsizlikka dori chiqdi, kamqonlikka. Xudo xolasa sizlarning savollaringizdan kelib chiqqan holatda baqadar imkon yoritib boramiz. Savollar bo'lsa baqadar imkon yozinglar, biz ham ilmiy asosda imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.